Assalomu alaykum yaqinlar. Sizlar uchun juma kuni emas, ertangi kun, ya'ni 4-kun payshanba kuni Aksako'pparadon bo'ldik. Metraj tovarlari shu. Shuning uchun juma kuni safarga ketib qo'yamiz, xudo xolasa. Shuning uchun ertangi kun payshanba kunida qo'yadon bo'ldik aksiyamizni. Sizlar so'ragan poplin ina Qo'ldan kelgancha sizga so'ragan 10 ming so'mlik poplinlarni keldik, xudo xolasa 1 xil, 2 xil, 3 xil, 4 xil gullarni göstib sanıvar yine. Qizil, shoyi hammasi. Shoyi modadan qolmaydi ku bular. Bam shoyi. Bam shoyi. 6 xili bor, 10 ming so'mlikda. Kelaverasiz, ertangi kun payshanba, ya'ni 4-kun 22 maya skidkamiz. Bular 1 xil, 2 xil, 3 xil, 4 xil, 5 xil, 6 xil, 7 xili 2 metri 25 ming so'mdan. Bu ham taraf 18 xili bor poplinni. Men desam geldi, ko'pchilik so'rab turibdi. Mayda gulam geldi yine. Men desam bor. Bular doim poplin. Doim poplinlarni ham 15 dan beri turibmiz. Chimishga keldi, 2 xili geldi. 18 xili bor, selin poplinlar ham shuning ichida. 15 ming so'mdan inshaalloh. Ertangi kuni 15 ming so'mdan. Bular 2 metri 45 ming so'mdan sotib turibdik bular. 2 metr 45 ming so'm. 1 2 3 4. Aş 4 xili Kupra poplin, Kupra enarlısı 2 metr 45 satılıp turibdi. Ertangi kuni 2 metrini 35 ming so'mdan qo'yib beraman men. Bular ham shunday. Горох. Bu yani prostoy xil emas, чистый originali bu горохni. Mana 2 metri ertangi kuni 2 metr 35 ming so'm ertangi kuni. Bam shundan. Bular чистый ipek. İpek poplinimiz. Buna metrini o'zi 30 ming so'm mana de. Buna ham ertangi kuni 2 metrini 45 ming so'mdan qo'yib beraman. Bular ham 2 metri 45 ming so'm, bular ham 2 metri 45 ming so'm. Enarlar 35 ming so'mdan berib turibdik. Bir xili va ikkinchi xili. Busi uchinchi xili. Rasvetga. Ana shu 3 xilini metr 35 ming so'm manadi. Ertangi kuni metrini 30 ming so'mdan qo'yib beraman. Ertangi kun uchun nalichida hamma tovarimiz ertangi kunda nalichida hammasi. Bular metri 40 ming so'm, ertangi kuni metrini 30 ming so'mdan qo'yib beraman buni. Pomlarni 1 2 3 xili ertangi kuni 30 ming so'mdan. 40 ming so'mdan sotganman. 2 metr 80, ertangi kuni 2 metr 60. Bu pomdan bir dana kaldı, bir xil rasvetsinden, svetinden, gülünden. Barın mınam qo'shib berdim ertangi kuni sizlar uchun bo'lsa xalqqa bo'lsin. Mınam metrini 2 metri 60 ming so'm bo'ladi, metr 30 ming so'm. Bu narsa metri 50 ming so'mlik narsa bu. Pomning originali. Kelaverasiz ertangi kuni xudo xolasa qo'ldan kelgancha skidga etib turibmiz. Baxtman zarli xilisi to'pinda yotibdi. Zarli xilisi metri 18 sotib turibmiz. Ertangi kuni 17 ming so'mdan beraman buni. Nalichi. Ertangi kutib qolamiz payshanba kuni 2025 yil
22 may günü bo'ladon, ya'ni ertangi gün 22 may günü bo'ladon skitkamiz. Juma günü safarga ketib boramiz. Shu hisobdan ertangi güne qo'ydik. Gullari. Kupra, anar. Kelaverasizlar, xudo xolasa tovarlarimiz bor, hammasidan. Ertangi gün kutib qolamiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Bir like bosib qo'ying, yodingizdan chiqmasin. Katta rahmat, sog' bo'ling. Yana bir narsani aytish yodimdan chiqibdi. Bizning manzilimiz, qayta aytaman, bizning manzilimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumani Gudursun Qal'a Saxtiyan Shifoyi, Saxtiyan shaharcha. 4 yildan 40 qiza o'tib borishda şöyle Gudursunning ustida radar bor. Shu radardan 40 qiza qarab 300 metr o'tganingizdan keyin chap o'ng ayningizda, o'ng qo'lingizda, o'ng tarafingizda şöyle bizning do'konimiz bor. Elde reshotka ishlangan, uzun, shishali bir etajli magazin. Sog' bo'lasizlar.